Barchaga salom. Mani ismim Kompot. Hozir men sizlarga bitta aytishim kerak. Ya'ni, bizani qishlog'imiz chetida kriplarning qishlog'i keldi va mani uyimni kriplar portlatib ketdi. Obunachilar ko'rasizlarmi? Mani uyimni portlatib ketishdi. Yo-moyo, men bu lavalarni chiqib o'tishga qaranglar. Nu xudo xolasa biza qasos olamiz. Sizlar like bosib obuna bo'lib tursanglar bas. Biza tez shu haftaning oxirigacha mingta bo'lishimiz kerak. Hozir biza uyimizdan bu yo'llarni qaranglar. Hozir biza uyimizga kirib, kerakli narsalarni olamiz. Ya'ni men obeddan ovqat yemadim. O'shaning uchun non yoki bir nimalar olamiz. Obunachilar, bu yerni qilib tashlashdi shunaqa, portlatib, endi men qasos olaman obunachilar. Sizlar videoni oxirigacha ko'rib like bossanglar bas. Men o'zimda hozircha yetarlicha pul bo'lmagani sababli loydan uyimni qurib turdim. Shunaqa obunachilar. Obunachilar, yana aytgancha videoga like bosib, videoni maksimalni tarqatinglar. Bo'ldi. Hozir creeperga aylanamiz. Anaqa borish uchun, creeperlarni uyga borish uchun bo'lmasa kirgizishmaydi. Obunachilar, bo'lmasa kirgizishmaydi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'yinglar. Jar emas u. Hozir biza kompyuterlarni to'g'rilab olamiz creeperga aylanishimiz uchun va buni ichiga kirib creeperga aylanamiz obunachilar. Xo'sh, buni bunga yozib creeper deb buni ham to'g'rilab olaveramiz. Endi buni yoqib, davay. Endi men bunga kiramiz obunachilar. Va biza creeperga aylanamiz. Creeper aylanamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Biza maksimal tez mingta bo'lishimiz kerak. 1 2 3 qani. Hoppale. What the heck, o'ldirib yubordi bitta creeperga aylanaman-da. Yo-moyo, obunachilar, boshqacha bo'lib ketyapman. Bo'yim keltadi. Yo-moyo. Creeperga aylanaman. Oh my god, basharani qaranglar. What the heck, brother. Blin, men hozir aylanibman, ya'ni creeperga. Yo-moyo, tongda creeper anaqa zombi nima qilyapti. Hozir jitilarni ko'rgazamiz. Yo-moyo, bor yo'qoldi. Bizani creeper yo'qoldi. Bizani qishlog'imizga creeper kelibdi. Yo-moyo, jitil ko'rman, men kompotman. Yo-moyo, shunaqa ham hazil bo'ladimi? Da, bo'ladi. Qara basharamdan 3 ta toshqa ushirgan deb biling, tez. Hozir sandiqdan kerakli narsa non olamiz, chunki hali aytganimdek ovqat yemadim hali. Qornim och, yo'lda yeb ketishim mumkin agarda qornim och bo'lsa. Obunachilar, mana biza creeperlarni qishlog'iga keldik. Yo-moyo, obunachilar. Mazza qilar ekanmiz u. Portlatib, mana bunda ikkita creeperni kallasini anaqa qilishibdi. Hozir bilmasliklari uchun tizillab boraman. Yo-moyo, obunachilar. Obunachilar, biz qishlog'iga kirdik, xudoga shukr. Endi anaqa qilamiz. Ya'ni nima? Biza obzor qilib sizlarga ko'rsatib beraman va oxirida emas, o'rtalarida ham bo'lishi mumkin. Oxirlarda bo'lishi ham mumkin. Men bularni qishlog'ini portlatib sizlarga portlatib tashlayman, qasos olaman, ya'ni hali aytganimdek. Obunachilar, videoni shu yergacha ko'rib turib, haligacha like bosib, obuna ham bo'lmadingiz. Like bosib naryoqda tursiz, obuna ham bo'lmadingiz. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Bu xona qanaqa xona? Davay kiraveramiz. Yo-moyo, hamma narsa yashil. Oh my god. Men bu degan narsa creeperlarda bor ekan. Yo-moyo, men bu rakaminiga bo'yim yetmayapti. Biling, men buni o'tirishini qaranglar. What the heck? Gitara ham yashil. Yo, what the fuck is that, brother? Hamma narsa yashil. Mani uyimni bular yashil qilibdi. Drugi creepy slim. Yo, men bu yotoqqa qaranglar. Dizayniga qaranglar. Yo-moyo, chiroyliligini. 1 2 3 4 5 6. 6 ta creeperni tuxumi. Hozir shularni sizlar bilan ko'rsatib beraman.
Qani bittasini bu yoqqa qo'yamiz. O'zi bittadan ekan. No, ikkitan qo'ymabdi pastda. Kulrang. Yuzi yo'q ekan. Yo'q-ma, bu yoqdek. What? Hech nima bo'lmadi-yu. Xo'sh, endi navbat ikkinchi tuxumga. Endi ikkinchi tuxumni ham creeperni qo'yamiz. Wow, pasti ko'k, anaqasi yashil ekan. Yo'q-ma-yu. Portlatib yubordi. Ko'rasizlarmi? Biza уже kassa solishni boshladik. Mana yo'q-ma-yu. What the heck? No, what, brother? Obunachilar, o'zimdan bilmayman, bir nimalar deb tashladim. Nima deganimni ham bilmayman. No, вот, mana shu pushtini ana qilaman, qaranglar. Mani xotinim bo'lsa ham normalniy ekan. Men yashil, u pushtim fioletoviy. Xo'p, fioletoviy creeper hamma bolali anaqa creeperlarni portlatib yubordi. Anaqa ko'rdi-yu. Короче, bunachilar, men bu pushtiga haligi fioletoviy haligina kulib yuborganimga ahamiyat bermanglar. Просто men shunaqa sho'xman de. Вот, men bu portlamayapti. Nimaga bilmayman. Er xotin bo'lsa bo'lar ekan. Men qiz bolaman. Tfu, yoqib qoluvdi. Men buni qaranglar. What the heck, brother. Nima bu? To'xtang, hozir yoqib yuborasiz, portlaydi. What the heck? O'ldirib tasha hayvonlar. Bo'ldi, qaytadan kelamiz, bizni o'ldirib yuborishdi, obunachilar. Endi nima qilamiz? Shaptolini yeysizlar, nima qilasizlar boshqa? Obunachilar, videoni shugacha ko'rib, like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, siz ko'tsiz. Shuning uchun obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Bu sandiqning ichida nima bor? Kaliti bor ekan, ochilmayapti. Creeperlar ham biladi, ahmoq emas. Obunachilar, bu tuzoqqa o'xshayapti menimcha. Nimaga desa, hozir sandiqni ochsam, bu yo'li faqat dinamit bilan qoplangan. Keyin buni ochsam, hozir portlab ketadi. O'shaning uchun oxirida portlatamiz bu yoni. Sandiqni ochib. Tiz. Bu xonaga kiramiz. Nima bor, nima yo'q, kimlar bor, kimlar yo'q. What the heck? Mana tintilarga qaranglar. Tintilarni hozir portlatib, sizlar bilan obzor qilib ko'rsatib beraman. Creeperlarni qishlog'ida va qassosni ham olgan bo'laman shu paytda. Sizlar bilan bo'lib like bosib tursanglar bas. Yo'q. Mana bu 9 ta narsa nima ekan? Mana bundan ham bitta olsa bo'ldi. Har biridan bir portlatib chiqaveramiz. Hammasini olish shart emas. Bir marta ko'rib, anaqa kelgan yaxshiroq deb o'ylayman. Уже 3 dan bir qismini portlatib yo'qotib yubordik bu qishloqni. Nimaga desam, meni uyimni portlatishdi, qishlog'im emas, meni uyimni portlatishganlari sababli men bularni qishlog'i bilan yo'q qildim. Men bu sakrat degan oyoq kiyim ekan. Yaxshi. O'zi creeperlarga shu ham yarashaveradi. Hozir biza nima olamiz? Tak. Jumping 1 daqiqa ekan. Tezlashtirilgan kadr. Wow, men bu suvga qaranglar. Oh my god. Qanaqa bu suv? Hozir endi biza men bu tintilarni obzor qilib ko'rsatib beraman. Hozir sakraydigan va men bu creeperlarni bolasi ekan. Qaranglar, obunachilar, creeperlarni bolasi, lekin bitta ko'zi bor ekan, bittasi naryoq ekanki, o'rtada burun ekan. Brother. Men bu nima? Bu sakray. What? Water balloon. Men shunaqaman. Yana bitta sakraymizmi? Yo'q bo'ldi. Bu nima? Bu hech nima emas ekan. Bitta qilish qoldi. Endi qilichni ham sinab ko'rish kerak, конечно. 4-kadrga o'tirib, hozir obunachilar haligi narsa chiqadi. What the heck, brother? What the heck? Oh my god. Men buni bo'pti ekanni qaranglar, obunachilar. Nima deyapti? Wow, menda anaqa bor ekan. Nima deydi? Nima jajigalka bor ekan, jajigalka. Endi buni portlatib ko'ramiz. Bu lazgiga o'ynayotgan anaqa tushirilgan ekan, anaqasiga. Ahadiya bir 100 ta chiqsa deb o'ylovdim. Birinchisi chiqib ketib, bittasi chiqadi. Men buni ochamiz. Sıra qot. Oh my god, obunachilar. Obunachilar, kompyuter qotib qoldi.
Nifiga sepya. Uf, obunachilar endi bitta tinchi qoldi. O'shani ham portlatib yuborsak, bo'ldi. Mana bitta oddiy tinchiga o'xshatgan u. Bu lava anaqa chiqarar ekan, mana. Nima deysizmi? Olov chiqarib yuboradigan. Yo, mana aytdim, tagida ko'rib qoldim. Shu narsani men tagida ko'rib qoldim. Yo-mayo, obunachilar. Nima deyapti bu? Tez bu yerdan chiqib ketmasak, hozir biz o'lib ketamiz. Creeperlar ham bizani o'ldirib ketadi. Yo-mayo. Tez qochish kerak. Obunachilar, ko'ryapsizlarmi? Video shular bilan tugadi. Barchaga xayr, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.